ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir banda g'am qayg'uga mubtalo bo'lganda Allohumma inni abduka va ibnu abdika va ibnu amatik nasiyati biyadik ma'din fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. يعني ey Allah, ben senin kulunman. Senin kulunun oğluman. Senin dedikinin oğluman. Mening kokulam sening qo'lingdadir. Sening mening haqqimdagi hukming yurgichidir. Sening mening haqqimdagi taqdiring adildir. Sen o'zingni atagan kitobingda payg'ambarlarga nazil qilgan sening maxluqingdan bir kishiga payg'ambar yoki farishtaga bildirgan yoki uni dargohingdagi g'ayb ilmingga xos qilgan har bir ismingning hurmati bilan so'raymanki, Qur'onni qalbimning bahori qilgin, ko'zimning nuri qilgin, dilimdagi g'am qayg'uni ko'tarib yetadigan yo'riqlik qilgin desa, Alloh taolo uning g'am qayg'usini ko'tarib yetib, o'rniga xushalliqni almashtirib beradi. Sahobalar, ey Rasululloh, hammamiz bu so'zlarni o'rganishimiz kerakmi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq, bu so'zlarni kim anglagan bo'lsa o'rgansin dedi.